Shunaqangi shinam xonadonlar hammamizga nasib qilsin o'rtoqlar. Lokatsiya juda ham bir xaridorgir bo'lgan kvartallardan biri Chilonzor 2-kvartal. Shundoqqina Bunyodkor stadionidan O'zbek filmiga yurganinglarda Saxiy marketda qarshisidagi ko'chaga kirganimizda 4 qavatli uyni 2-etaji skvoznoy holatda o'rtoqlar. Hujjat bo'yicha 47 kvadrat komplekt mebel texnikalari bilan xonadon. Oxirigacha ko'ring, uyni ko'rsatib, planirovkasini tanishtiramiz. Ko'rishingiz uchun bu zal, ko'ryapsizlar, chiroyli shunaqangi dekorlarni qilib, chiroyli dizaynskiy remont qilib qo'yganlar. Xo'p, bu tomonga yuradigan bo'lsak, ayol qizlarimiz uchun oshxona, kuxnyalari, ko'ryapsizlar. Mebel texnikalari, barcha ehtiyoj uchun kerak bo'lgan narsalar bor, mavjud. Xo'p, bu tomonimizda verandamiz. Xo'p, 2 xona 3 xonaga o'zgartirsangiz bo'ladi, bemalol imkon bor. Kuxnyani shundoq balkonga, ya'ni verandaga olib chiqadigan bo'lsak, 3 xonaga o'zgartirsak bo'ladi. Xo'p, bu tomonda yotoqxona, ya'ni-da kattalar yotoqxonasi spalni. Har bir detallarimizga, shunaqangi chiroyli kartinkalarimizga, qandillarimizga, hamma qilingan ishlarga e'tibor berishingizni so'raymiz, chunki juda ham sifatli did bilan chiroyli ranglar tanlangan ekan. Xo'p, bu uyga kirish qismimizni ko'rayotganinglarda prixoshkasi, koridor va razdelniy hojatxona hammomi. Xo'p, ko'rishingiz uchun bu hammom. Uyga kirganimizda o'ng qo'lda hojatxonasi. Xo'p, uyimiz to'liq komplekt kirib yashashlik uchun tayyor holatda. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, ushbu qavatga bu kvartalga 74.200 deb belgiladik. Yana ozgina kelishadigan joyi bor. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotini olsanglar bo'ladi.